Bu odamlar 11-sentyabr voqeasidan omon qolishgan va mana nega. Bir ayol ishga kech qolgan, sababi u qo'ygan budilnik ishlamay qolgan. Yana bir erkak ishxonasidagilarga ponchik olib borish uchun shirinlik do'koniga borgan va u yerda qolib ketgan. Yana biri katta tirbandlikda qolib ketgan. Yana birini kiyimi dog' bo'lgan va kiyimni almashtirish uchun vaqt ketgan. Yana birini mashinasi ishlamay qolgan. Yana bir erkakni yangi olgan tuflisi oyog'ini shilgani uchun plaster olish uchun dorixonaga borgan. Aynan mana shu mayda sabablarga ko'ra ular hozirda hayot. Bundan ma'ni shuki, agarda siz orttirgan tong omadsiz kelganday his qilsangiz, bolalaringiz sekin kiyinsa yoki mashinangiz kalitini topa olmasangiz, jahlingiz chiqmasin. Siz hech qayerga kech qolmayapsiz. Siz o'z vaqtida harakatlanyapsiz. Alloh yo'naltirgan yo'lda xatolik yo'q. Shunday ekan, hamma narsadan go'zallik izlang. Agarda fikrimga qo'shilsangiz, kommentariyaga 100% so'zini yozib qoldiring.